Okularimizdan mana yangi obyektlar sotuvga chiqyapti. 167 mingdan mana shu ko'rib turgan hovlilarimiz sotuvga chiqyapti. Faqat hop ko'cha tarafdan hozir obzorini qo'yaman. 4 ta yonma-yon bo'lsa, ikkitasi sotildi. 1 bilan 3 sotildi. Shu ko'rib turgan uyimiz ham уже xudo xolisa baraka bo'ldi. Men hozir qanaqa bitishini ko'rsataman, chunki yonidagisi уже bityapti. Bu bilan shu oxirgi 4-inchisi xudo xolisa sotuvda. Hop, kirishimizni naves qilingan. Navesdagi bemalol mashina qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yozgi oshxonalar joylashgan. Bitta saunz tashlab ketganlar. Uyimizda lekin juda ham chiroyli chiqqan. 167 mingga просто shikarniy variant. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Yangi Toshmiydan taxminan 2,5 kilometr kirganda Damarixdan ham kirsangiz bo'ladi yoki institut chorrahasidan ham kirsangiz bo'ladi. Qanaqa holda topshiriladi? Bitta o'tganlari xuddi mana shunaqa ko'rib turganingizdek bo'ladi. Yonidagilari ham kirishimizda kattagina hol qismi qilingan. Necha sotuv desanglar 2-3 atrofida sotuv chiqyapti. 2-3 atrofida chiqadi. Katta hol qismi. Oshxonamiz mana shunaqa razmejnoy oynali eshik bilan bekitilgan oshxona qismi. Endi budjetiga lekin remontini prosta zo'r qilganlar, gap bo'lishi mumkin emas. Patloklari baland qilingan. Bu yerda bitta общий sanuzolimiz. Xo'p, xonalari ham rosa keng qilingan ekan. Bu bo'lsa birinchi etaj uchun bitta spalni xonamiz va buni ichida ham o'zini sanuzol bor, qarang. Zo'ra, birinchi etaj o'zida ikkita sanuzol bo'lyapti. Podval keladigan bo'lsa, 60% chi podval, kotelni ham pastda joylashgan. Bu bo'lsa bizning zalimiz. Katta keng zal qilingan, oynalar orqa hovliga qaragan. Zo'r, budjetiga, ya'ni puliga idealniy variant deb o'ylayman. Tez hozir ko'rsatib ketaman. Hop, ketdi, endi ikkinchi etaj chiqamiz. Ikkinchi etajda bizda общий xonalar soni 4 ta va 2 ta sanuzol tepada bo'lyapti. Kichkinagina hol qismi, davaychi xonalar bir-bir ko'ramiz. O'ng tarafda bu yerda bitta katta xonamiz. Xohlasangiz buni spalni qilasiz, xohlasangiz zal qilib olsangiz bo'ladi. Patloklarini qaranglar. Zo'r chiqqan. O'rtada общий sanuzol. Xo'p, bu yerda ham bitta spalni. Dal tushiramiz. Bu yerda ham yana bitta spalni bor. Bu yerdan mana balkonga chiqib ketsangiz bo'ladi. Kichkina xona yo'q, hammasi xonalarning razmerlari ham zo'r chiqibdi. Va oxirgi xonamiz, buni ichida o'zini sanzullari ham bor ekan. Ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r, gap bo'lishi mumkin. Puliga prosta idealniy variant. 167 ming srochni chiqarilyapti. Tanishlarga maksimal darajada jo'natib qo'yinglar. 2 ta dona qoldi. Bemalol kelib, xudo xolisa ko'rsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.